haqiqiy do'st Allohni eslatish kerak sizga. Har doim qaraganingizda ham, jim turganda ham, gapirganda ham, ishlaganda ham u eng zo'r do'st. Qaniydi shunaqa do'stingiz bo'lsa, bo'ldi, dunyoda boshqa boylikning keragi yo'q. Chunki bizni dunyoda maqsadimiz bizni yaratgan zotni maqsadiga to'g'ri kelish kerak u. Nimaga yaratdi bizni? O'shani eslatib turadigan odam bu bebaho bu. Agar o'shanaqa do'st topilsa, mahkam ushlash kerak. Boshqa hammasida qandaydir manfaat bo'ladi. Sizni nimangizdandir, obro'yingiz, pulingiz, lekin nimadir mansabingizdan foydalanmoqchi bo'ladi. Lekin haqiqiy Allohni eslatadigan do'st kerak bo'lsa sizni qo'lingizdan tutadi, to'xta deydi. Kerak bo'lsa sizni tanqid qiladi. Kerak bo'lsa yo'l ko'rsatadi, kerak bo'lsa jonini beradi. Eng yaxshi do'st Allohni eslatgan do'st.